Bu pizzani yemabsizlar, mazasini bilmabsizlar. Pizzani xamiri uchun men har doimgidek quruq sutdan foydalandim. Suv, quruq sut, dro'ji, tuz va shakar solamiz. Tuxum va yog' solamiz. Yaxshilab aralashtirib olib, yumshoqqina xamir bo'lgunicha un solamiz. Tayyor bo'lgan xamirga yumshatilgan sariyog' qo'shamiz va 1 soatga oshirishga issiqqina joyga olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni 3 ga yoki 4 ga bo'lib olamiz. Yana 10 daqiqaga oshirib qo'yamiz va yupqagina qilib yoyib olamiz. Asl baraka go'sht mahsulotlaridan foydalanamiz. Albatta pizzani xamirini yoyib, yana 5 daqiqaga tindirib qo'ysanglar, xamiringiz juda ham yumshoqqina bo'lib chiqadi. Xohlagan souslardan foydalansanglar bo'ladi. Men garchitsa, mayonez va barbekyu sousidan foydalandim. Endi pizzalarimizni rang-barang qilib ustini to'ldirib olib, 180 gradusga 15-20 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz.